O'zbekiston bo'yicha Luboydan arzonmi? Luboydan arzon inshaalloh. Ya, okey, hozir gapingizga javob berasiz hozir, okey? Xullas, okalar, qaranglar, oddiy bitta narsani aytaman. Например, uyingizga konserv olmoqchisiz yoki xolodilnik olmoqchisiz. Birinchi bo'lib nima qilasiz? Yo Abu Sahiyda tanishingiz bo'ladi, bozorlarda tanishingiz bo'ladi, telefon qilasiz, narx-navoni bilasiz, Malikiga telefon qilasiz, narx-navoni bilasiz. O'zi qaysi bir yaxshi bo'lyapti, to'g'risini aytgin deysiz-da, "Menimcha yaxshi bo'lyapti" desa, bo'ldi, o'shandan olasiz. Sizga brendni farqi yo'q. Lishda mana shunaqaman. Oxirgi variant qanaqa? Tanishingiz yo'q chiqadi-da, vaqtingizni ketkazasiz, Abu Sahiyga tushasiz, Malikiga tushasiz. Bir kun vaqtingiz ketadi. Tanlab, xullas oxiri mana bittasini olasiz. Men sizga hozir bitta onlaynni ko'rsataman, onlayn bozor. 3800 xil tovar bor ekan. Maishiy texnikadan tortib, yirik texnikalardan mayda texnikalargacha hammasi bor. Bular aytibdilar, O'zbekiston bo'yicha Luboydan arzon qilib beraman deyaptilar. Agarda, oka, sizdan arzon topishsa, masalan, sizda $400 konsernerda $390 topishdi. Nima bo'ladi shunda, oka? $10 qaytarib. Sizdan sotib olmasa ham pul qaytarib berasizmi, oka? Agar bizdan sotib olib, qattan arzon bo'lib qolishadigan bo'lsa, 5 pul rangiza bo'ladigan bo'lsa, shu pulni o'tkazib beramiz. Bizda O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz mutlaqo bepul. Xorazmga yoki Qoraqalpog'istonga Qoraqalpog'istonga kelamiz. Bepulmi u ham? Bepul. Ya, oka, unaqasi yo'q-ku. Bor, mana o'shani e'lon qilamiz-da o'zi. Gap yo'q. Xo'p, uylarga agar polni jihoz oladigan bo'lsa, misol uchun borib preverka qilib ham polni jihozni beraverasizlar? Agar yangi nastroyni uy olib, Adan yagacha texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, qaysi brenddan, qanaqasi bo'lsin, qaysi segmenti bo'lsin, hammasini uyingizga borib, narx-navolarni ko'rsatib, hisoblab bera olamiz. Xohlagan brendligini uyingizga boramiz. Sodda qilib tushuntirdim, sodda brendi. Hayot soddalashtiring, aqlli xarid qiling.